Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Mana bugungi 5 ta hikollarimiz bron qilingandi Andijon shahardan, ukamizdan. O'zini ko'rsatishimizni xohlamadi. Mana bir oylikda o'tdi quyonlarimiz. Xudo xohlasa shu ukamizni ketyapti. Korobkalar tayyor. Xudo xohlasa bitta solaveramiz. Yaxshi kunlarga boqing, ilohim baraka toping. Yangi quyonchi ekan ukamiz. O'sha quyonlar ham boqqan ekan. Mana kanalimizda ko'rib, obunachimiz. Kanalimizda ko'rib, hikollarni havas qilib, bron qilib qo'ygandi bu ukamiz 15 kun oldin. Mana o'sha kun yetib keldi. Xudo xohlasa shu ukamizga chiqaryapmiz. Shuni olib turing, soling. Shuni ishlab. Mana solyapmiz, Xudo xohlasa. Samka samiz, ya'ni erkak urg'ochiligi ham tekshirilgani yo'q buni. Bron qilingan, o'zim ham tekshirganim yo'q men buni. Hozir kuch tortib qo'yamiz bunga. Hozir tutib turasiz. Kuch tortib bering. Mana Xudo xohlasa tayyor bo'ldi. Olib ketishga tayyor bo'ldi. Hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar, obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib, bittadan layklarni bosib qo'yamiz. Alloh xayrli qilsin, yaxshi kunlarga boqing. Mana Xudo xohlasa Andijonga ketyapti. Barakotli bo'lsin ilohim. Nodirbek 1122 mini firmada.